Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Yaqinda G'ulji shahrida Uyg'ur 12 muqomining ilm varianti xususida ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inda olim, mutaxassis va tadqiqotchilar Uyg'ur 12 muqomining sehriy kuchi, jumladan Uyg'ur 12 muqomining ilm varianti haqidagi ilmiy muhokama maqollarini o'qidi va yig'in kayfiyatini yuqori to'lqin ko'tardi. Uyg'ur 12 muqomining ilm varianti ro'shan milliy xoslikqa va qo'yiq yerlik aloyidlikqa ega. Uni tadqiq qilish, ratlash va uning varislik qilish bugungi kunda zamonaviy madaniyatga yuzlanganlik. Biz mushu munosabat bilan bir qism tadqiqotchi va mutaxassislarni bir yerga jam qilib, Uyg'ur 12 muqomining ilm varianti degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin sabık muavin reisi, Ali Muhadir Ablimiz Sadık. Şinjan Sanat Tadqiqat O'rnining tadqiqotchisi, Şinjan Pedagogika Universitetining magistr aspirant yetakchisi Yasin Muqbul. İliqazaq Abdunum Oblastliq Naqshi usul teatri o'migining boshlig'i Madina Abdursul. Uyg'ur 12 muqomining eli varianti bizning qimmatli bir madaniyat mirosimiz. Hozir biz aytayotgan Uyg'ur 12 muqomining eli varianti ana shu 12 muqomning elida tarqalgan nusxasini bildirdi. Kishilar odatda elini hozirgi zamon teatrchiligining bo'shigi deb qaraydi. Endi Ablemetka yaqinda G'ulshaharda Uyg'ur 12 muqomining eli varianti xususida shunday bir nihoyat ahamiyatli bo'lgan ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilibdi. Endi Mushu ilmiy muhokama yig'ini qandaq sharoit ostida, qandaq oq ko'rinish, qandaq davr taqozosi ostida o'tkazildi deb qaraysiz? 8-oyning 27-kuni G'ulji shahrida oblastliq partkom va hukumatningki qo'llab-quvvatlashi, oblastliq madaniyat, tantarbiya, radio, televiziya idorasining yetakchilik qilishi bilan Uyg'ur 12 muqomi eli varianti haqida bir muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu muhokama yig'iniga birlashtirib, G'ulji noyasi, Qo'rg'os noyasi, G'ulji shahri ilm muqomlaridan oriyalarni o'rinladi. Uyg'ur 12 muqomining eli varianti bizning qimmatli bir madaniyat mirosimiz. Hozir markaz milliy madaniyat miroslarini qo'llash, varislik qilish tashabbusini o'tirg'i qo'yibdi va mushu asosda zamonaviy madaniyat yaratishni o'tirg'i qo'yibdi. Endi ilm muqomlari bizning qimmatli madaniyat miroslarimizga albatta buningga biz varislik qilishimiz kerak. Endi varislik qilish uchun buni tadqiqot bilan birlashtirish kerak. Hozir bizningki bu jihatdagi tadqiqotimizda garchi ba'zi mutaxassislarimiz uzundan beri bu jihatni izlanayotgan bo'lsa-mu, lekin bu tadqiqotlarimiz texnik sistemlashgani yo'q. Endi biz ilm muqomiga varislik qilish uchun oldi bilan uning tarixini, aloyidligini va shuningdek buningki ishki qonuniyatini bilishimizga bu haqda izlanishimizga to'g'ri keladi. Ilm muqomi Uyg'ur 12 muqomi muhim tarkiblarni o'ziga qabul qilgan asosda uni rivojlantirish, beyitish va uni badiiylik jihatdan yuqori ko'tarish asosida maydonga kelgan. Ilm muqomlari ikki cho'ng sohadan tarkib topgan. Birisi muzika, birisi tekst. Tekstning o'zi yana klassik adabiyotga va xalq eg'iz adabiyotiga chetiladi. Demak, buningga her sohaningki mutaxassislari jalb qilinishi kerak. Hem bir tadqiqot qo'shini shakllanishi, hem bu tadqiqot markazlari qurilishi kerak. Bu qitimki bizningki yig'inimiz mana mushu jihatdan tashlangan tunji qadam deyishga bo'ladi. Endi Yasinka, biz ilgari ko'pincha ilm muqomi deb odatlanib kelgan. Mushu yig'inda boshdan oxir bu qitim Uyg'ur 12 muqomining ilm varianti deb mushta ilinibdi. Endi siz bir tadqiqotchi bo'lib sifatingiz bilan mushu ilm muqomi degan atalg'u haqida ayrim qarashlaringizni bir sharhlab o'tsangiz. Nemishqa bu qitim Uyg'ur 12 muqomining eli varianti deb atadik degan masalada mundaq bir qancha turlik
sebep var. Cungo Şinjan Uyghur muqam san'ati 4 xil muqamni o'z ichiga oladi. Buning birisi 12 muqam. Turpan muqami, Dolan muqami, Qumul muqamidan iborat 4 xil muqam. 12 muqam buning ichidagi asosli asar. Uyghur muqamlarining asos gavdisi. İlim muqami degan bu atalg'u, ya'ni hozir biz aytayotgan Uyghur 12 muqamining ili varianti ana shu 12 muqamning ilida tarqalgan nusxasini bildirdi. Bundan burun ili muqami deb keldik. Uyghur 12 muqamining nusxalari ko'p. Uyghur muqamlaridagi ko'p xil nusxa kishilar to'pi orasidagi madaniyatning ko'p xilligini ifodalab berdi. Ya'ni 12 muqamning bir qancha xil nusxalari bor. Do'lan muqamining bir qancha xil nusxalari bor. Qumul muqamining shundoq, Turpan muqamining shundoq. Bular cho'ng jihatdan bir yiltizga markazlashgan shoxlar, ya'ni shu yiltizdan suv ichadigan bir sistemaga ega muqam shakli. Shunglashqa bu üç joydagi muqamlar asos jihatdan o'xshaydigan ma'lum aloyidliklarga ega bo'lgan shakllarni bildirdi. Nima uchun biz ilidagi bu tarqalgan muqamni Uyg'ur 12 muqamining ili varianti deb atadik? Chunki bu kuy shakli jihatda, udar, ritm jihatda, melodiya jihatda, puroq uslub jihatda, eng muhimi shu ovozlarning gamma sistemasi jihatda birdaklikka ega bo'lganligi uchun buni biz bir yiltizga ega bo'lgan bir manbadosh deb atadik. Hozir Uyg'ur 12 muqamining Qashqar nusxasi var. Qashqar nusxasiga Turdaxon aka vakillik qildi. Shundaqli yana uning Umar Ro'zi, Ro'zi Hushur, Qosim Al-Nag'ma, Mehmet Qurban qatorliq odamlar vakillik qildi. Uningki yana Xotan Qoraqash taqalgan nusxasi var. O cho'ng nag'mini o'z ichiga oldi. Buningga Qoraqash To'qli yezisidagi egamasan, ya'ni kuchuklar jamiyatidagi odamlar vakillik qildi. Oqsuda taqalgan nusxasi var. Buningga Samsaq Ahmad qatorliq odamlar vakillik qildi. Kuchada taqalgan cho'ng nag'ma var. Buningga Olimjon aka vakillik qildi. Uningga yana sahna nusxasini qo'shsak, Uyg'ur 12 muqamining 6-7 xil nusxasi var degan gap. Tekstlarda farq bor. Tarqilishdagi qurilmaning mukammalligi yoki oz ko'pligi, bo'laklarning oz ko'pligi jihatlarda farq qiladi. Madina xonim, sizlarning o'mak mushu ili adabiyot san'at ishlarining gullanishidagi oltin davrni ve mushu oltin davrga munosabatli bo'lgan bir qancha ishlarni planga olib kelsizlar. Balki mushu Uyg'ur 12 muqamining ili variantimi sizlar ahamiyatli deb qaragan kun tartibga kirgizgan muhim xizmatlarning birisiga deyman. Shundoq. Kishilar odatda elini hozirgi zamon teatrchiligining bo'shigi deb qaraydi. Bizning o'makning mushu ulini ayni vaqtda yana oldingi asrning 30-yillardan tortib Muş elide yaşap ötken Uyghur aktyorlarımız, hem bizning muqamchilarimiz, san'atkorlarimiz barliq keltirgan. Hem şunun o'xshash bizga eliga munosabatli bo'lgan naqsh usul drama san'atininki taraqqiyotiga noyatimi ko'p hasillarni qo'shgan. Hamda biz ajdodlarimizningki ishlagan xizmat ro'yiga asosan biz hamda o'zimizningki hozirgi davrga kelgan vaqtida o'zimizning bir qancha xizmatlarimizni ishlab kelyapmiz. Buni oddiy yig'inchoqlab aytmoqda bundaq 3 tarafli xizmatni ishladik. Birisi eli teatrchiligini qaytadan jonlantirish ham uni qaytadan sahnaga olib chiqishga tirishchilik ko'rsatdik. Shuni biz 2009-yildan boshlab har yili birdan drama ishlab kelyapmiz. Endi bizning hozir oldimizda 2018-yilgacha bo'lgan araliqdagi dramalarni biz tayyor qilib bo'ldik. Ikkinchi birisi endi o'makninki san'at arxivini ratlash. O'mak 80 yillik tarixi bo'lgani bilan turli sabablar tufaylidan o'makimizning turli qo'g'dashga tegishli, avlodlarimizga yetkazib berishga tegishli, tadqiq qilishga tegishli bo'lgan nurg'un materiallar yo'qolib ketgan. Shuni biz mushukni asos qilib o'tirib birisi ilim muqamlarini ratlash, qaytadan to'plash, uni to'liqlash xizmatini ishlayapmiz. Ikkinchisi eli xalq naqshlari. Ham eli xalq naqshlari nurg'un qitim ratlandi. Biz mushu 13 yurish eli xalq naqshlari asosida 600 ga yaqin, ya'ni xalq naqshi bo'lib ketayotgan naqshlarni ratlab 2 qism kitob qilib nashrga bermoqchi. Uchinchi turli qildigan ishimiz bizningki mushu ömükimiz qurilib toki bugungacha bo'lgan oraliqdagi 80 yillik tarixi bilan eli san'ati gavdalantirilgan el san'atining tarixini bir kitob qilib yozib chiqdik. Bu bizningki nashriyatga berildi bu kitob. Mushu 50-yildan toki bugungacha bo'lgan oraliqdagi radio stansiyada saqlangan bizning eli tavasida ijod qilingan el xalq naqshlaridan tortib eliga mansub bo'lgan naqshlarning hammani biz qaytadan yig'ib keyingilarga bir foydalanish qiymati bo'lish uchun bir material qilib ratildik. Undan keyin 80 yillik teatrimiz suratlarını bir xotira mındaq jurnal qilib buni bir ratlab chiqdik. Üçüncü tarafli xizmatimiz g'ayri moddiy madaniy miroslarni qo'g'dashtirdi nurg'un xizmatlarni ishladik. Masalan, il muqamlari, il xalq naqshlari, chini usuli,
Canburgam usuli, tembir, hem ili Uyghur teatrini biz gayri maddi medeniyet miraslarındaki qoğdaştırıga bu oblast derecesi kırgızlık. Muşulani bara Abnum rayon hem memleket bolsa dünyanınki gayri maddi medeni miraslarını qoğdaştırıga kırgızmekçi boğattımız. Xalq arasıga mushundaq keng taqilishi, mushundaq munavvar tekstlar silinqashqa bizning muqomlarimiz yuqori tarixiy qimmatga, yuqori ilmiy qimmatga, yuqori badiiy qimmatga ega bo'lgan. Uyg'ur 12 muqomining il varianti hozirgi ratlanib maydonga chiqqan sahna nusxasining, ya'ni sahna variantining shakllanishida intayin cho'ng rol o'ynagan. Biz ömekninki şu 80 yıllık tariximizni eslige vaqtimizda eğer biz ilim muqamlarını yani ilim variantını taşlap qo'ysak bizning tariximiz bir quruq tarix bilinib qoladi. Endi Ablemitga, endi Uyg'ur 12 muqomining ili variantiga sinchilab qaraydigan bo'lsak, tekst muzikaga, muzik tekstga chambarchas bog'langan. Bo'libmi ilim muqomlarining tekst jihatdagi rangdorlik, qadimiylik, uningdan keyin izchillik qanday ravishda ish qo'shgan deb qaraysiz? İlim muqomlari muzika bilan tekst birlashgan cho'ng hajmlik asar. İlim muqomlarida taxminan 1000 misradan oshiq tekst bor. Mushu muqomlarning yo'qolib ketmay, avlodma-avlod davomlashib, xalq orasiga mushundaq keng taqilishi, mushundaq munavvar tekstlar silinqashqa bizning muqomlarimiz yuqori tarixiy qimmatga, yuqori ilmiy qimmatga, yuqori badiiy qimmatga ega bo'lgan. Muqomlarimiz mushu tekstlar asosida bizgacha yetib keldi. Tekstlar bilan muzika ikkisi bir-birini qo'g'dab, bir-birini to'liqlab, bir-birini ilgari surib keldi. Muzika o'zininki munglar orqali demoqchi bo'lgan maqsadini tekstlar orqali ifodaladi. Tekstlar o'zining til bilan ifodalab bo'lolmaydigan munglarini, hissiyotini muzika orqali ifodaladi. Agar muqam anglarini bir shahona muzika desak, tekstlar uning toji. Shuning uchun ilm muqomlari avloddan avlodga davomlashib bizgacha keldi. Yasinka, siz Uyg'ur 12 muqomining mushu ili varianti haqida izchil izlanib kelayotgan mutaxassislarimizning biri. Endi mushu ili varianti degan so'zga Uyg'ur 12 muqomining ili varianti haqidagi qarashlaringizni bir bayon qilib bersangiz. Uyg'ur 12 muqomining il varianti hozirgi ratlanib maydonga chiqqan sahna nusxasining, ya'ni sahna variantining shakllanishida intayin cho'ng rol o'ynagan. Ayni vaqtda Turdi Axunaka aytib qoldirgan 12 muqomning nusxasidan boshqa ilida bizning mashhur dostonchi Rozi Tambur 22 doston, 22 marg'ulni unalg'iga qoldirgan. Bu qitimqi mushu ratlangan nusxada Rozi Tamburning bu dostonlari asos salmoqni egallaydi. Yana bir jihatdan ili muqomlarida, masalan, ili variantida cho'ng nag'mi yo'q, doston mashrabba deyilib keldi. Amaliyotda muqaddimaning o'zimi cho'ng nag'mining eng asosli bo'ligi, bir ohangi. Demak, muqaddima bir butun muqomning javhiri, ya'ni u yetaklig'ichi yip boshqa ohanglarning hammasi ana shu muqaddima asosida borliqqa keladi. Cho'ng nag'ma nihoyatmi hashamatlik bir bo'lak. Onun üstüge yalğız bir təzinin özünü 15 minut o'rinlab bo'g'iladi. Uning ta'zining marg'uli va udar şeklimi nəhayət murakkab. Dastallar, xalq dastalları əzəldən el içige nəhayət keng tarqalgan, jiltizi nəhayət cho'nqur bir xil şekil bo'lğaşqa Uyg'ur 12 muqamiga xalq dastallarından örneklerini tanlagan chaqda ili san'atkorlarning buningdagi roli nəhayət cho'ng bo'lgan. Burun xalq dastallarida bundaq isil marg'ullar bo'lmagan. Demek 12 muqamdaki manmış dastan kısmındaki mergullar, dastanlarının ohanglarının mükemmelligi, dastan ohanglarının avaz rayonunun fevkulade kengligi, xuddi ili nakşılarının avaz rayonunun kengligiga o'xshash 1,5 oktava, 2 oktavaga yaqinlashgan mushundaq güzel melodiyalar bor. İli variantidagi mushu ohanglarning güzelligi bizning 12 muqamning hozirgi raplanib maydonga chiqishida intayin cho'ng muhim rol o'ynagan deb qarayman. Endi Madina xonim, ilida yashab o'tgan san'atkorlar yolg'iz ili teatrchiligi emas, el nag'mi san'ati,
Onundan keyin san'atning ko'p turli, ko'p qirliq sohalarda mo'l natijalarni qozongan. Jumladan Uyg'ur 12 muqomining ili variantiga nayt aktiv ta'sir ko'rsatgan. Undaqda ili san'atkorlari shu Uyg'ur 12 muqomining ili variantiga qo'shgan to'pisi qaysi jihatlarda deb qaraysiz? Buni hamda ömrümüzningki tarixi bilan bog'lab tushuntirishga to'g'ri keladi. Bizningki ömrimiz 34-yil qurilgandan keyin sanayi nefis davrida ilm muqomlarini ratlash, to'liqlash ham uni texmo taraq qildirish xizmatlari noyitim ko'p ishlangan ekan. Mehmet Molla Axunum Karuşan ilg'i kelgandan keyin ili tavasidagi bizning muqomchilarimizning o'zi ilgari unutilib ketgan muqomlarni asliga keltirish, xato etilib qolganlarni to'liqlash jihatda ham shu Uyg'ur muqomininki ili shivisida o'zishi jihatda bizning emakninki peshqadam san'atkorlarimizning qo'shgan to'psini aytimi zo'r. 1935-yili bizning ömrimiz g'ayrib sanam dostonlarini jiqqan ham shu Uyg'ur muqominiki doston mashrab qismlarini yig'ib platlash xizmatini ishlagan. 1946-yilga kelgan vaqtida bizning ömak shu Ro'zi Tambirninki yetaklashi bilan 12 muqomni o'rganib, buni eli rayon tavasida kurslarni ichib, buni muqom o'rganish qizg'inligini ko'targan ekan. 1948-yilga kelgan vaqtida Ahmadjon Qosimninki tashabbusi bilan Ro'zi Tambirdan shu muqom o'rganish kurslarini o'rlashtirgan ekan. Shunga hamda shu ilm muqomlar masalasiga kelgan vaqtida bizning o'makda ishlagan Hasan Tambir, Hüseyin Tambir, Abduvali Manapov, undan keyin Ablaxon Kipak din tatib toki Zikri Alpatta bizningki Abduvali Jarullayevga o'xshash bizning muqomchilarimizning to'pisi alayda tilga ilishqi bo'ladi. Bo'libmi bizning Zikri Alpatta ayni vaqtdagi o'makninki boshlig'i o'zininki ijod qilgan ruxsari muqomi yolg'iz ilg'ili tava bir asar bo'lib qolmasdan butun Shinjong madaniyatidagi bir chaqnab turgan bir guhar desakmi bo'ladi. Hozir endi bu ilm muqomlar asosan shu og'zaki alda ko'proq aytilganligi uchun bu tekstlar o'zaro almashib ketadigan yoki bo'lmasa tekstlar xato aytilib qoladigan shunday ahvollar biroz gavdalik. Endi hozir ilm muqomlarini tadqiq qilay desangizmi, buningga tadqiq qilgandek mukammal bir material saqlanib qolmagan. Shunga bizning ilm muqomlarini asosi o'rinda turib, biz bir turkum mutaxassislarni, san'at sohasidagi peshvolarimizni yig'ib, biz ilm muqomlarini ratlab kelyapmiz. Endi bu ilm muqomlarining ratlanishi bizningki buningdan keyingi tadqiqot xizmatida bo'libmi, ilm muqomimi, ilm variantimi degan masala. Demak, shu masalalar bizning bu qitimqi tadqiqot materialimizda cho'qim yaxshi hal bo'ladi. Ham bizning buningdan keyingi avlodlarimiz to'lig'i bilan, to'g'risi bilan o'rganadigan, xalqarodimi bir dastlab tura oladigan shunday bir material qimmatiga ega bo'ladi degan maqsad bilan biz bu xizmatni toki bugungi kungacha davomlashtirib ishlab kelyapmiz. Tekstlarni xato aytadigan ahvollar. Endi agar bu shunday xato aytilsa, bu chog'da shu tekstning mazmuni va badiyligiga ta'sir etadi. Bizning g'ayri-moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dishimizning sababi hozirgi sotsialistik ilg'or madaniyatni taraqqiy qildirish uchun. Abdulhamidga endi shu Uyg'ur 12 muqomining ili variantiga qaraydigan bo'lsak, buning tekstimi nurg'un afzal taraflar bor. O'zi xos nurg'un individual taraflar bor. Endi ilm muqomlarining Uyg'ur 12 muqomining ili variantining tekstlariga varislik qilishda sizning o'ylagan taraflaringiz qaysi? Endi men o'zim ilm muqomlariga selingan tekstlarga bizga qaraganimda bunda ba'zi bir masalalar hozirga saqlanib kelib o'tibdi. Birinchi masala mazmun jihatda. Endi mayli Uyg'ur klassik adabiyot bo'lsin, mayli ilm muqomlariga ilingan klassik adabiyotdan ilingan she'rlar olsun. Bunun mutlaq ko'pchiligida vatanparvarlik, insonparvarlik, xalqparvarlik, ma'rifatparvarlik, haqqoniyat, adolat, go'zal axloq, fazilat, erkin muhabbat targ'ib qilingan. Endi yana tarki dunyochilikqa o'xshash ba'zi passiv ideya va xohishga ega tekstlarmi uchrab qoladi. Biz bu tekstlarni shallishimiz to'g'ri keladi. İkinciden, xalq orasida aytilayotgan muqomlar albatta bir muqomchining aytgani bilan yana bir muqomchining aytganining tekstlarida ba'zi farqlar bor. Ba'zida ma'lum shoirlarga markazda chiqib qoladigan ahvollarmi bor. Ammo bizda hozir Alisher Navoiydan tortib Molla Bilolgacha bo'lgan klassik she'riyatimizda 100 dan oshiq shoir bor. Buning ichida munavvar shoirlarmi necha 10 ga yetadi. Bizda tekst namratchiligi bo'lmasligi kerak.
Chunki boya aytgan shoirlarning necha ming misra g'azal she'rlar oldimizda turibdi. Biz ilm muqomlarga, tekstlarga varislik qilamiz deydiganmiz, albatta uning nisbiy muqimligini saqlashimiz kerak. Shuning bilan birga uni klassik adabiyot va xalq eg'iz adabiyotimizning javharlari bilan to'liqlashimiz kerak. Bu orqali klassik adabiyot va xalq eg'iz adabiyotimizning yuqori rangdorligini, yuqori badiiy qimmatini namoyon qilishimiz kerak. Hamda yana bir masala tekstlarni xato aytadigan ahvollar. Endi agar bu shunday xato aytilsa, u chog'da shu tekstning mazmuni va badiiyligiga ta'sir etadi. Endi buningdan boshqa yana bir masala, ba'zi shu muqomga silinib aytayotgan ba'zi tekstlarning shu avtorining ishkanligi yoki emasligi notayin. Ba'zilari hatto hozirgi klassik adabiyot tadqiqotidan qaraganda shu avtorning to'plamlaridan chiqmagan tekstlar yoki bu avtorning asri u avtornikiga aralashib qolgan ishlar bor. Endi bu cho'ng bir ilmiy masala. Shuning uchun muqom tekstlarini ratlagan vaqtida buni manbalashtirish kerak. Biz mushunda qilgan vaqtida birsi heliqi aytish shaytiki xatoliklardan, yana birsi heliqi avtorning shumi emasmi degan xatoliklardan xoli bo'lamiz. Endi biz mushu muqom tekstlarini mayli betayli, mayli ratlayli. Buningda biz buning qadimiyligiga, klassikligiga bunga diqqat qilishimiz kerak. Endi dostonlarga kelsak, dostonlarda ba'zi o'xshamagan masalalar bor. Ayrim dostonlarga markazlashib qoladigan. Biz dostonlarni shunday xalq dostonlarining rangdorligi orqali to'liqlash lozim. Yana bir tarafdan dostonlarni biz shuni ratlaganda mayli to'liqlayli, biz tadqiq qilish asosida astoydil muomala qilish to'g'ri keldi. Eng güzeli, eng mantiqligi, eng to'g'risi qaysi? Biz shuni asos qilishimiz to'g'ri keladi. Varislik qilish jihatda ikki xil varislik qilish bor. Birisi ayni asarning o'zining gavdasini saqlab qilish. Yana birisi uni ratlash, yuqori ko'tarish, rivojlantirish asosidagi varislik qilish. Menimcha har ikkisini ichini tutish kerak. Yasinka anglasam yaqinda G'uljinoyisda Uyg'ur 12 muqomining ili variantini qo'g'dash markazi qurilibdi. Endi mushu sizning Uyg'ur 12 muqomining ili variantini qo'g'dash va uningga ilmiy varislik qilish jihatda o'ylaganlaringiz bormi deyman. Mening bu vaqtdagi qarashlarim mundaq 3 masalaga markazlashadi. Birinchi, qo'g'dash degan so'z asli mavjud ma'lum shay'ini qo'g'dab qilishni bildirdi. Bizning g'ayri-moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dishimizning sababi hozirgi sotsialistik ilg'or madaniyatni taraqqiy qildirish uchun partiya, hukumat nihoyatda keng imkoniyatni yaratdi. Iqtisodiy jihatdan qo'lladi. Endi yo'lisimiz yetib olsak amal yo'q. Shuningdek, biz mana mushu sharoitdan, mushu afzallikdan yaxshi foydalanishimiz kerak. Bu BDT Ma'rif ilim ve medeniyet teşkilatı oturup koygan insonlar to'pi orasidagi madaniyatning ko'p xilligini qo'g'dab qilishni maqsad qiladi. Biz oldi bilan qo'g'daymiz. Varislik qilganda-chi desa, g'ayri-moddiy madaniyat meroslaridagi varislik qilishning shartlari aslisiga sodiq bo'lish. El ichida qandoq tarqalgan bo'lsa, shundoq saqlab qilish. 12 muqomning ili varianti Müzik cihetini etken çağda. İlide ötken meşhur sanatkarlar, muqamshunoslar bizga qoldirgan nusxalarini, bizga qoldirgan o'rinlash uslublarini, bizga qoldirgan ohanglarini manba qiladi. Undaqken biz varislik qilishda cho'qim ana shu nusxani asos qilishimiz kerak. Shu chaqdala Uyg'ur 12 muqomining ili varianti o'ziga xos alayidlikni saqlab qolgan yagona bir durdani bo'lib chiqa oladi. O'rinlash uslubi jihatdan shundaq. Şu çağda ililiklarning o'rinlash uslubi namoyon bo'ladi. Tekst jihati-chi. Tekst jihatda il varianti 12 muqomning bir variant bo'lish sifati bilan klassik shoirlarimizning tekstlarini o'ziga yana manba qiladi. Bizning klassik she'riyatimiz tasavvufdan ayrilanmaydi. Biz tasavvufni, tasavvuf ideyasini, tasavvuf falsafasini, tasavvuf she'riyatini tushunmay turib, klassiklarimizni tanıyamaymiz, ularga baho berolmaymiz.
Şunlaşqa aldı bilan tasavvuf şeritini yaxshi o'rganishimiz kerak. Shu chaqda tekstga qanday varislik qilish degan masalani andikin bir narsa deyishimizga to'g'ri keldi. Meningki bu vaqtdagi qarashim g'ayrimoddiy madaniyat meroslari tarixning taraqqiyoti orqali o'zliksiz o'zgarib boradi. Ammo u bir kundala birli tarixiy sharoitda oyoqdan mayoqqa dumalab ketmaydi. U tarqalish jarayonida, ajdoddan avlodga ko'chish jarayonida asta-asta paydin-pay o'zgardi. Endi biz davamlı an'anaviy narsalarni qo'g'daydigan vaqtimizda davamlı biz shuni o'zgartirishga amroq. Bizda bir mashhur atalar so'zi bor. Xalq yoqqan o'tni pülisang saqilin kuyidi deydi. Biz ajdodlarimizdan qolgan miroslarga varislik qilishda salqin qonlik bilan uni o'rganishimiz, tadqiq qilishimiz, uning qonunini egallab turib, andikin uningga qo'l tekkizishimizga to'g'ri keldi. Bugungi suhbatimizga ataqlıq muqam sanatkari ustozimiz Abdul Shakir efendimiz qadam tashrif qilibdi. Abdul Shakir efendidan mushu Uyg'ur muqamlari, Uyg'ur 12 muqamining ili varianti ham mo'shaqda ishlangan xizmatlar haqida ikki kalima so'z anglasak. Uyg'urlar ichida Xinjiangda muqam deyilsa, muqamlarga mushtudan muqam qoldirgan 12 muqam nusxani shuni o'lcham qilsak bo'ladi. Endi shu o'lcham bo'yicha elayotganda variant deyishga to'g'ri kelsa, oldi bilan il muqami variant bo'ladi. Chunki il muqamida cho'naq muqam bilan qolgan qismlarda o'xshashlik bor, farq nihoyat zo'r. Il muqami hozirgacha o'zining ixchamligi, jalbkorligi, anındaki aytish uslubi jihatdagi, puroq jihatdagi alohidligi bilan bu mashhur bo'lib kelyapti. Bu 12 muqam milletimizin kıymetli mirası. Hem de hazır varyantlar üstü gap koyduğumuz. Bazılar bu il varyantını, 12 mukamının il varyantını dese, bazılar Tutankamon'un varyantı okşaydı deyip düşündük Allah var. Bu herkes bunlar diyen gaplamaz. 12 mukamının il varyantı dediğimiz 16. əsrdə rətlənən Səydiyə xalqı klassik 12 mukamının il varyantı. Varyantı olub hesablandı. Hem de Tutankamon'un etkinliği 19. əsrinin oturda Qashqarda Zo'rdun Ekinbek ordusida bir qitim ratlanish bo'lib, bunun da Hilim Selim degan tanliq muqamchi odamlar o'tgan-ki, shu Qashqarda. Shu akukki shu Hilim Selimninki tashkillash bilan bu ish amalga oshgan. Mundaq hech qanchaqda shu Tutankamonninki rentir bergan nusxasi klassik 12 muqamning Qashqar varianti deyish bo'ldi. U bir variant. Shunga bak keyingi vaqtda biz klassik Uyg'ur 12 muqamning asl nusxasini asli keltirishimizda Qashqardagi Tutankamonning ildiki Ro'z Tambirning bularning aytganlari nihoyat muhim manba bo'lib kirdi. Hozir to'liqlanyapti. Dünya madaniyat xazinasining go'hri hisoblangan Uyg'ur 12 muqami, Uyg'ur xalqining milliy hayotining san'atlik izhori. Biz ilmiy ruh, ilmiy pozitsiya va ilmiy hamkorlik asosida Uyg'ur 12 muqamining ili varianti bo'lgan tadqiqotni texnik cho'nqurlashtirib, ajdodlardan bizga tavarak peti kelgan bu milliy madaniyatimizni texnik nurlantiraydi. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.